Maşallah. Jamiyati Sultan Nasir Muhammad bin Qalun. O'sha davrda Abbosiylar davridagi Nasir bin Qalunning jamiyasi ekan. Abbosiylar hukmronligi davrida maşallah tabarakalloh. Bu masjidlarda demak namozlar o'qilgan. Abbosiylar xalifaligi davrida aynan Misrda hokimlarga sulton degan unvon berilgan. Sulton degan unvon berilgan. Bu demak Nasir bin Muhammad Qalunning sulton Salohiddin Ayyubning davridan keyingi qadimiy asora masjid. Bu joy Qohirani eng baland cho'qqida joylashgan joylardan biri. Bahavo, Shabada, havosi toza joyda joylashgan ekan. Maşallah, mana qadimiy. Hech qanaqa bir o'zgarish yo'q. Misr nimasi o'sha eski asor atiqalarni saqlab turadigan bir ministerligi bunaqa narsalarni yangilashlikdan ko'ra o'zini aslini ushlab turishlikni mahbub ko'rar ekan. Sababi asliyatni saqlash turishligi odamlarni o'sha davrda ko'z oldiga keltirishligiga sabab bo'ladi. Osonroq ko'z oldiga keltiradi. Mana ko'rayotganingizdek, xuddi o'sha davrlar. Mana. Demak, o'sha davrda ham islom, musulmonlar arxitekturasi nihoyatda mahkam, mustahkam va chiroyli bo'lgan. Musulmonlar dunyo sivilizatsiyasiga demak yaxshi hissalarni, balki eng oliy hissani qo'shgan hisoblanadi. Demak biz Sulton Nasir davrida qurilgan bu jamiyani asl holatda ko'rib turibmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Asli o'sha vaqtdagi tabiiy bir ko'rinishi. Mana bu yerda mana boshqa millatlar, ayniqsa o'sha xristian, nasroniylar o'zlari lol bo'lib kuzatishyapti bu narsalarni. Hatto mana bu lampalar ham hisobda o'sha davrdagi ayni atiqalarda o'zi mana. O'zgartirish bo'lmagan. Qarang, bu o'sha davrda binokorlik san'ati qay darajada mukammal bo'lganligini bir ko'rinishi. Ustunlarni qarang, maşallah. Marmardan. Tosh. To'liq tosh. Quruvchilarimizga ham, me'morlarimizga ham, arxitektorlarimizga ham agar kerak bo'lsa kelib ko'rib ketib, bu o'sha zamonda qilingan ishlarda ustalar ham o'ziga yarasha mohir ekanligini o'sha zamonlarda bir nimasida nishonasi. Maşallah. Maşallah, tabarakalloh. Xo'p, safarimiz, ziyoratlarimiz, ekskursiyalarimiz ajib o'tyapti. Bizni kuzatib turing. Biz siz bilan ko'rganda ko'rishguncha.